Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz hammomga apshupka qilish narxlari haqida bo'ladi. Shular haqida ochiq-oydin yoritib berishga harakat qilamiz. Videoga bir dona like bosib, kim qayerdan ko'ryapti yozib o'tib ketinglar. Kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana 2 ga 2 xona. 2 ga 2 dan 2 ta xona ekan, bittasi yuvinadigan, bittasi mana bu bunaqa ekan. Razdivalka, kir mashina, kir yuvadigan xona ekan xullas. Bu hozir bu razdivalkani mana pol qilishgan. Endi bilasizlar, endi kvadrat ham yo'q, hech qancha kvadrat chiqmaydi hammomlar, shuning uchun ozgina qimmatroq yuradi aka deyishyapti. Qimmati ham endi 10 million. Hammomga bilasizlar, katta pul ketadi. U bu suv montaj, kafel qilib ko'p pul ketadi. Shunga qarab o'zlaring yaxshi narsalardan ishlatib, bemalol qildiraverasizlar akalar. Mana yuvinadigan xonani profildan uydagilar profil olib berishgan, reyka chirib ketadi deyishib, mana ustakalar maslahat berishgan. Shuning kallasini ishlagan qarangda. Haqiqatdan chirib ketadi-da, to'g'rimi? Nima deysizlar? Bilmaydi. Vaqtga tutmaysiz. Reyka. Va yetmay qolibdi shekilli ustaga, terasiga. Terasi bu suv bo'lmaydi-ya. Tellaydi xolos u. Montajni ham ko'ringlar, mana mekka. Bunaqa tushyapti ekan. Endi nima oti? Nasos. Mana shu kir mashina qo'yar ekan, mekka nasos qo'yar ekan. Mekka aristoylar ekan, mana ikkita xonani sevgan pechkalar qo'ydirib qo'ydi. Toshdan apshupka bo'lar ekan. Bir tomoni dekor plus olishibdi. Narxlari olibdi. 50 mingdan qilyapti. Uteplitili bilan mana 50 mingdan qilishyapti ekan ustakalarimiz. Bu yerda endi qimmat arzonni farqi yo'q bo'lsa kerak menimcha endi. Endi bu yerda hech qancha kvadrat yo'q-da. Mana 3 oy bo'lgan. Tushganiga ustakalar mana 3 oy bo'libdi. Hali bitgan yo'q. Dekor plus xona. Patolog, devor, pol naqa. Nima oti? Uteplitel bo'ladi. Buni bir tomoni tosh bilan yopishtirilgan ekan, bir tomoni bitta vanna bo'lar ekan, pol va kafel bo'lar ekan. Kafellar ham o'sha 50 ming, 60 mingdan yopishtirib berishadi. Razdivalkaga pol qoqishgan. Yana bitganini ham qo'yamiz, xohlasa. Yana 1 yilda bitib qoladi deyishyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ustaga murojaat qilaverasizlar. Nomerlarini tashlaveramiz. Nima ustalik qildi?